Assalomu alaykum. Alisher Abdullayev YouTube kanalimning aziz insonlari. Bugungi mavzuyimiz ko'p insonlar iste'mol qiladigan sog'lik uchun va kasallik bo'lmaslik uchun va kasallikni oldini olish va kasallik davrida, bemor davrida foydalanadigan eng yaxshi urug'lardan biri haqida va uning gulini ko'p siz ko'rmagansiz, ko'proq o'zini iste'mol qilgansiz. Hadislarda o'limdan boshqaga davo beradi, ya'ni davo bo'ladi degan ta'riflar berilgan giyoh haqida. Mana bu sidana haqida, ya'ni siyodani sidana haqida sizga hozir gulini ko'rsatamiz va shu haqida qisqacha o'zimizdan tushunchamizni berib o'tamiz. Mana bu guli, siz buni ko'rmagansiz, romashka guliga o'xshaydi, faqat buni guli ko'proq oq bargchalari yotiqroq bo'ladi pastga va buni og'zida kichkina qora donachaday sidana tugadi va buni qurish vaqtida, o'zini mavsumi yetgan vaqtida qoramtir bo'lib tugadi va buni yig'ib o'rib olinib, undan so'ng o'sha urug' joyidan ajratib olinadi. Shu orqali buni mehnati birozgina ko'proq ekan va biroz qiyinroq ekan, lekin Allohga shukr ekdik. Hozircha 2-yil ekyapmiz. Xatolardan xulosa olib, endi sidana fanda ko'p holatda o't buyrak toshlarini tushirishda, ya'ni bunda yarim choy qoshiqcha davomida yoki 2 chimdim norma olib, orqasidan ozgina asal yalab, ko'p kasalliklarni oldini olishda, o'tda tosh yig'ilmaslik, buyrak tosh kasalliklarini oldini olishda, o't qopi dimlanishlar, ichaklar to'silishlari kabi kasalliklarda, muhim kasalliklarga anchagina yaxshi foyda qiladi. Bundan yog' ham olinadi. Yog'i ham o't qopi tosh kasalliklariga, ham bug'um kasalliklarga surtma qilinsa ham bo'ladi, kam miqdorda. Bolalar gijjalarida ham bu giyohning yog'idan va uning urug'idan foydalaniladi. Sidanadan albatta yalagandan so'ng sidanadan har kuni yog'idan bir choy qoshiqchadan kuniga 2 mahal, 3 mahal ichish, ovqatdan 2 soat oldin ichib turishsa, o't toshlariga ancha samarali vosita ta'sir qiladi. Orqasidan albatta sidana yeyilgan vaqtida asal bilan, ya'ni bir choy qoshiq yog'idan ichilsa, bir choy qoshiqga yaqin toza asal iste'mol qilish kerak, zarur. Chunki qizilo'ngachga birozgina o'tkirlik qiladi sidana va buni zararini, islohini, ya'ni yopish uchun ortidan asal yalash tavsiya etiladi. Sidanani ko'p holatlarda tavsiya qilishyapti, immunitet ko'taradi degan holatlarda. Bunga oladigan bo'lsak, bu asosan hozirgi kunda buyrak va o't toshi, asosan o't tosh kasalliklariga buyuriladi va bolalar gijjalarida ko'proq iste'mol qilinadi. Muhim kasalliklarga natija yaxshi bo'ladi.